Endi ehtiyot bo'linglar do'stlar, shu turdovoy dogovor mehnat shartnomasini ko'chadan sotib olgan bo'lsangiz, juda ogoh bo'lishingiz kerak. Kuni kecha shu Moskovskiy oblast sudida 500 dan ortiq chet el fuqarosi, Tojikiston, u yerda O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolari ham bor. 500 dan ortiq fuqarolarni mana shu fiktivniy turdovoy dogovor, ya'ni mehnat shartnomasi ko'chadan sotib olingan. Shu sababli patentlari annulirovан qilindi. MVL tomonidan sudga shikoyat arizasi kiritildi. Bu chet el fuqarolari mana shu firmada ro'yxatdan o'tgan, lekin bu yerda ishlamaydi deb. Shunda sud qaror qabul qildiki, ba'zi birlariga vodvoreniya qarori, ba'zi birlariga jarima, ba'zi birlariga esa mana shu amalda bo'lib turgan patentni annulirovан qilishgacha oqibatlarga olib keldi. Firmalarga qilingan mehnat shartnomalari shu yerda ishlamaganligi sababli yuqorida aytgan holatlarga olib keladi. Nafaqat shu patentni annulirovан qilishiga, ya'ni 1 yildan keyin patent rasmiylashtirishiga, balki mana shu 5 yilga taqiq qo'yishlarigacha ham sabab bo'lib qolyapti. Shuning uchun ehtiyot va ogoh bo'linglar. Yaxshisi men sizlarga tavsiya beradiganim shu гражданский право договор deb qo'yiladi. Fuqarolik huquqi shartnomasi. Bu kim bilan? Bu fuqaro bilan fuqarolik huquqi shartnoma tuzib, shu u go'stsugasidan avval jo'natib, mana undan keyin siz jo'natib qo'yganingiz eng xavfsiz yo'li shu. Agar bu masalada bunda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pensiyaga chiqqan yosh katta ayollar, shu pensionerlar bor. Shu o'zlari bilan fuqarolik huquqi shartnoma tuzib, siz bilan birinchi navbatda o'zlari, undan keyin sizga o'sha уведомление to'ldirib berishda ham yordam berishlari mumkin. Ana shunda sizga ancha bezopasniy bo'ladi. Avvalgidek shu firmalar orqali qilishni endi bas qilish kerak. Ko'ryapmiz, bu nafaqat patentni annulirovан, aksincha taqiq qo'yishga ham sabab bo'lib qolyapti. Bu videoni maksimal do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. Mana shu ko'chadan mehnat shartnomasi sotib olishni bas qilish vaqti keldi. Salomat bo'linglar.